Bizning yashayotgan vatanimiz yorqin, ilhomlantiruvchi va nurlidir. Bu shubhasiz elektr energiyasi sabablidir. U har bir ko'chaga, har bir xonadonga yorug'lik va shinamlik olib keladi. Ammo elektr energiyasini qanchalar og'ir yo'l bilan paydo bo'lishini kamdan kam inson biladi. Elektr energiyasi O'zbekistonda asosan ko'mir va gazdan ishlab chiqariladi. Mana bu ulkan generatorlar orqali yaratiladi. Biz elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun og'ir mehnat evaziga konlardan qazib olinadigan har soatda minglab tonna ko'mir, yer qa'ridan mashaqqatli yo'l bilan olingan minglab kubometr gazni sarflaymiz. Bu resurslarning barchasi o'ta qimmat va abadiy emasdir. Qancha ko'p elektr energiyasi ishlab chiqarilishidan qat'iy nazar, agar u tejab ishlatilmasa, tez orada tugashi muqarrar. Ehtimol o'sha vaqtda bu resursni tejash kerakligini chinakamiga anglab yetarmiz. Hayotimizni elektr energiyasiz bir tasavvur qilib ko'ringchi. Bunday hol hech qachon sodir bo'lmasin. Biroq hamisha yodingizda tuting. Elektr energiyasini tejash va undan oqilona foydalanish zarur. Sizga arzimasdek tuyulgan xatti-harakatingizdan kimningdir hayoti yorishganini bilish bu dunyodagi eng yoqimli mo'jizadir. Hududiy elektr tarmoqlari birgalikda yorqin kelajak sari.